Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Mana kameralarimizni eshitdik, mana. Shunlar joy bormi, qarang. Chiroyli holatda chiqdi. Manzillarga jo'natyapmiz. Mana yangi kelgan kechaga gullarimiz obzorini boshladik. Mana korxonalarga sagovoy palmalarimiz mana kelgan, nihoyatda zo'r holatda. Bizda bular 100 ming so'm. Atrofda 130 ming, 150 ming so'm bular. Nihoyatda chiroyli holatda mana. Yangi obzorlarimni qilib beray. Xojonalar zakaz qilyapti, lichkamga yozib, qiling boshqatdan deb. Qo'ling dard ko'rmasin deb duo qilib qo'ysanglar bo'ldi mana. 30 ming so'mdan manolarimiz. Mana oq qancha ekan? Ayol baxtmi, erkak baxtmi? Mana ayol baxtiga gulimiz 50 mingdan, nihoyatda zo'r qora bahriylari. Manolari mana 65 mingdan. Oqlari mana. Pushtlari kelgan mana. 100 mingdan berdik optomiga. Mana Zamiya Kukas. Ko'k anaqasi. Bularni mana 70 ming so'mdan berdik. Hamidariyalarni mana 70 ming qo'yardik. Aglanimelar kelgan mana. Restr so'plari mana. Baklari qizib 100 ming so'mdan berdik mana bularni. Mana zolotoy ribka deyiladi mana. Oltin baliq nomi. Baliq qanday bo'lsa sariq baliq qo'shib ochiladi bu. Mana bambularimizga keldi mana navbatimiz. Mana bambularimiz monosi 130 ming so'm. Mana monolarini mana 50 ming so'm berdik. Orxideyalarimiz mana bir-biridan chiroyli holatda 100 ming so'mdan. Aglanay mana holati. Mana zakazlarga nihoyatda ko'p. Mana Toshkentga xudo xohlasa ertaga yana pochta qilamiz. Bambuda mana sushniklari bor. Xo'p. Yana yangilik gullardan mana optimga beryapmiz. Mana shu yerda Chorsuv yo'nalishidamiz. Mana 60 ming so'mdan optim beryapmiz. 60 ming. Quslari chiroyli. Mana Xudosi bu gullarimiz yana yangi keldi. Bugun ertaman kelgan holati. Bitta splenasi yasab beraman. Har kuni ashunday. Kofe daralarimiz hozir mana ek berdik, mana laboda chiqib ketdi gullarimiz. Mana Rader Mahira degan gullarimiz. Kofe darag'ining kattasi. Bo'yi 1.60 mana. Tanasi yo'q, holati. Kamelalarimiz mana 170 ming so'mga tushirib yubordik. 200 ming, 250 ming sotilayotgan kamelalar mana 170 mingdan. Mana limon. Qo'lda pul artriti bor, manaqalarga mindartga davo, dalinasi ko'tarilgan hojonalarda reski dalinasini tushirar ekan. Nihoyatda nordon. Mana bu pasporti mana, holati manaqa bo'ladi. Bir donani esa reski dalinani tushirar ekan, dalinasi ko'tarilib yurgan odamlarda mana saharlarga foydasi yaxshi ekan. Qonni yuvadigan chiroyli narsa. Bunimizdan mana bir jup oldi. Hidi nihoyatda jasminning hidiga o'xshaydi mana. Hidi kuchlik. Baklari voyenniy bak mana. Chiroyli narsa. Limon deyiladi bu ham. Google'dan ursa buni asli nomi bo'lakcha. Kuchli daralarimizdan bittasi. Buni narxi 350 ming so'm. Ojonalar mana holati. Salkam 1 metrlik shig'irab mevasini qilgan mana. Chiroyli holat. Yangiliklardan bittasi bu ham. Xo'p, bizning yo'nalishimiz mana Chorsuvdan kelaverishdagi mana shu do'konlarning mana bittasi. Rashanbey desalar, butun Namangan xalqi ham hamma gulchilar taniydi, ko'rsatib beradi. Yonimda mana suv butka bor mana. O'yinchoq sotyapti mana suvda oldida. Bu yoqqa mana boqqa kirib keta olishadi, Qurg'avoyi bog'da. Shuni oldidamiz. Nomerlarimiz 99lik 140 88 41. Shu nomerga telefon qilsanglar, Telegram kanalim ham bor. Telegramda bu narsalarni narxlari bilan yozganman, atlari bilan. Undan tashqari Ildiz degan kanalimiz bor. Shunlarni ham tashab turamiz. Gullarni parvarishlarini hammasini qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Bemalol murojaat qilib yozaverasizlar kommentariyamizga. Mana shunaqa gullarimizni obzor qilib yangiliklar kelsa tashab turamiz. Mana shu do'konimiz ko'rinishi. Mana Namangan festivaliga mashg'ulotda mana qatnashyapmiz.
chiroyli gullarimiz hamma turidan bor. Xudo xolasa yangi gullarimiz keldi bugun ham. Bemalol kelib olishinglar mumkin. Mana yana bitta hamkasbim Andijonlik ko'makalik Sodiq akaning do'konlariga keldim. Mana issiqda ochiladigan gullarimiz. Hoji aka, mana shu gullarimiz nechi bu? Haftada ochiladigan ko'p yillik buguver degan mana yangi sortlar ekan, nihoyatda chiroyli. Gallan sortlari. Buguveramiz nechi pul Hoji aka? 60 mingdan. 60 ming so'mdan. Ko'p yillik jonim aka. Roliki Svetlana Chiroyli. Qora shahzodalar ham nihoyatda chiroyli holatda ekan. 1 metrlik. Yangi sortda gallan sort ona. Bu qancha ekan? Bunisini 15 ga beraman. Ha. 15 ming ekan yoshlari. O 1 metrligi nechi pul Hoji aka mana ona? 50 ga beramiz. 50 ming so'm. Qo'llar Mayoda. qo'llar dard ko'rmasin. Bu Hoji akam ham Andijondan bo'ladi. Mana shu Kurgovoyda oldi, toldi tayida mana manzillar. Savdo qiladi kechqurun ham. Mana buguverani kattalarini ham ko'rsatamiz. Mana holat. Hoji aka, mana shu necha yillik mana shu kattasi? Sodiq aka? Ha? 450 ming so'mlik. Monolari nechi pullik Sodiq aka? Buna 70 mingdan. 70 ming so'mdan. Qo'llar dard ko'rmasin, nihoyatda chiroyli parvarish bo'pti. Bu malachaylarimiz, malachay deylar? Oqlari. Oqlari nechi pul bular? Kichkinasi 40 ming Tailand oq. 80 ming, bitta kattarog'i bor. Chiroyli holatda mana. Siqiq. Bunisi nechi pulligi? Bunisi 150 ming so'm. 150 ming. Nihoyatda zo'r holatda. Mana maydasi ham bor ekan malachayda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu Sodiq akam oldiga o'zimiz olib kelamiz. Mana buguveri shaydolari bo'lsa, bemalol o'zim ko'rsataman manzilini. Uchrasanglar. Mana Chorsuv yo'lidamiz, Gullar festivalidamiz. Mana gullar bugun gala konsert ekan. Odam nihoyatda ko'payyapti. Mana holati odamlardi. Gul festivali xudo xolasa 29-iyunga davr davom etadi. Yana 10 kun qoldi. Bugun 21 bo'lsa, yana 8 kun xudo xolasa. Salqinda bemalol kelishlar mumkin. Hojonalar, hoji akalar. Gullarimizda xilma-xitaylari bor mana. Shu nomerlarimiz, shu telegramlarimiz bor. Bemalol telegramdan yozsanglar ham bo'laveradi. Shu 99lik 140 88 41 nomerdamiz. O'zbekiston bo'yicha ko'pchilik dastavka bormi deyapti. Toshkentdan, Qarshidan, Samarqanddan, Urgutdan. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. BTSdan chiqarib olamiz. Vohalarga 2 kunda yetyapti. Toshkentga 1 kunda 1 sutkada yetib boryapti. Buketli gullarimiz mana 10 ming so'mdan, malachaylarimiz. Nihoyatda zo'r gullarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. Yoqtirgan gullarni tushunmaganinglar Telegramga kirib yozsanglar, bemalol aytib, narxlari bilan chiqarib beraman. Aglanemani mana oqlari. Rashanbek deb murojaat qilaverasizlar. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Qo'llab tursanglar, xudo xolsa yangiliklarni poni tashlayman. Imkon bo'lsa bugun gala konsertni ham kechqurungi dasturimda chiqarib beraman.